Falon pulli ma'lumotlarni sizga tekinga beraman. Faqat shu tekinga aytganimga sizga qadrsizdek tuyulinishi mumkin. Lekin hammasi bir nozu bir jaydari tesha tegmagan temalar. Slipoy zona, universal, bu jentraga uстановка qilamiz. Mana mana shu kichkina datchik, mana shu saru yonayotganda yon beradi. Buni original bokovoy oynasini yechib olib, mana shu biz chizamiz. Chizganimizdan keyin ham saru yonadi. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Orqadan mashina kelayotgan holatida ko'rishingiz mumkin. Xullas biz Gentra avtomobilga uni uстановка qilib beramiz. Bu o'zi universal. Mashina tanlamaydi. Liboy mashina, Cobalt, Spark o'zida slipoy zonasi yo'q mashina borki, Liboyga qo'ysa bo'ladi. Oynani akkuratni yechib olamizda, shunga o'rnatib beramiz. Hozir jarayonni ham sizga ko'rsataman. Bokovoy oynani yechib olganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir buni artib surtib tozalab, chizib bo'lgandan keyin chiroyli ideal qilib o'rnatib beramiz. Oldingi kelganlarda Malibu bar bilan Malibu rul qo'yib berganmiz. Xullas siz ham bir marta kelsangiz borib, elitasi tuyulinga klient bo'lib qolasiz. Qayta xizmatlarga kelaverasiz. Bu slipoy zona narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, mashinangizni markasini yozib qoldiring. Men sizga narxini yozib qoldiraman. Onyx, Tracker, Gentra, Cobalt markasini yozib qoldiring. Men sizga alohida hamma mashinalarning o'zining narxini yozib qoldiraman.